ism insonni jismiga ta'sir qiladi. Hazrati Umar aytadilar: "Ahabbukum ilayna ma lam narakum ahsanukum isman, fa iza ra'aynakum ahsanukum axloqan." Ko'rmagan holimizda bizga mahbubingiz ismingiz go'zalingiz. Biz sizni ko'rgach bizga mahbubingiz axloqingiz go'zalingiz. Ulug'larning so'zi ham ulug' bo'ladi-da. 10 ta odamni ro'yxati turibdi qo'lingizda, 10 ta bolani. Birma-bir o'qiysizda, sizning e'tiboringizni nima tortadi? Ichidan eng chiroyli ism tortadi. 10 ta bola bilan gaplashib ko'rishgach, sizning e'tiboringizni endi axloqi chiroylisi tortadi. Ko'rmagan holimizda bizga mahbubingiz ismingiz go'zalingiz. Biz sizni ko'rgach bizga mahbubingiz axloqingiz go'zalingiz deb marhamat qildilar. Farzand uchun azizlar munosib ism berish bu otani onani burchi. Ismni jismga ta'siri bor. Inson shu dunyodagi ismi bilan oxiratda tiriladi. Biz mana shu dunyodagi ismimiz bilan oxiratda qayta tirilamiz. Shu ism bilan chaqirilamiz. Ism ulug' bo'lishi kerak, purma'no bo'lishi kerak, yaxshilikka dalolat qiladigan ma'noga ega bo'lishi kerak.